Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. İmam Buxari rahmetullahi aleyhine Sahih Buxari namı kitabıda namaz münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalayotgan. Bugungi babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh mel namaz olsun, mel namazınki sirtidagi vaqtlarda olsun, yalang'och yurish dursunmaydi deydi. Bu babni keltirgandan keyin bu babninki ostiga tuvandagi hadisni bayon qilib, misol sifatida qo'llangan. Bu 364 numaralı hadis. Bu hadise İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Matar ibn Fazl degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot İmam Buxari rahmetullahi aleyhniki büyük ustozlarınki biri. Matar ibn Fazl al-Marvazi nomi bilan mashhur. 250-yillar atrofida o'lib ketgan. O'zi ishonchli hadis ulamolarınki biri. Şoňlaşgan nurgun ulamalar bu kişine hadislerini ayeti durust, toğra, işençlik adam dedigendek yaxşı bahalarını bergen. Bu kişininki ustozlari Ruh ibn Ibada degan kishi hozir isnati chiqdi. Shogirdlari asosan İmam Buxoriy bilan bu odamniki shogird sifatida qilib qolgan. Qolgan shogirdlarining borligi xotirlangan. Bu kishiniki hamda hadis ilmi qo'shgan to'rtlik qatorida İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 5 hadis rivoyat qilgan. Bu zot deydi bizga Ravh degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Ravh Ruh ibn Ibada yoki Ravh ibn Ibada nomi bilan mashhur. Bu kishiniki tarjimalimi boshda. Bu zot deydi bizga Zakariya ibn Ishaq degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot bo'lsa Zakariya ibn Ishaq al-Makki nomi bilan mashhur 150 bilan 162 oralig'ida o'lib ketgan. Hamda hadis ulamolari bu kishiga mana ishonchlik degan bahoni bergan. Chunki Ibn Hajar Asqaloniy bilan İmam Zahabi rahmetullahi alayh bu kishiga thiqa, ya'ni ishonchlik edi degandek bahoni berganda. Undan boshqa hamda hadis ulamolari bu kishiga yaxshi ijobiy baholarni berish bilan birga ishonchlik edi va ishonchlik edi degandek buni ta'kidlik javoblarni bergan. Bu kishiniki hamda hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Sahih Muslimda 10, Sahih Buxoriyda 10, Nasai'da 7, Tirmiziyda 6, Abu Davudda 5 tane hadisi bor. Demak bu kishiniki zo'r tuhfasi deyishga bo'ldi. Bu kishi deydi bizga Amr ibn Dinar degan zot hadis so'zlab bergan edi deb shunday. Bu zotninki tarjimalim o'tgan. Bu kishi deydi men Jabir ibn Abdullahdan anglagan edim. Bu kishi bizga hadis so'zlab berayotganda haqiqatan Janobi Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem ular bilan Ka'bani yasash uchun tosh yo'tkayotgan ekanda, tosh ko'tarib to'shayotgan ekan. Ular bilan deganga boshqa Qurayshliklar bilan demak. Rasulullohninki puchusida Rasulullohning bir izar bor ekan. Izar deganda ost kiyimi. Tog'isi Abbos debdi-da Rasulullohga. Jiyanim ishnon silvasan olmamda debdi-da. Tam bilan silvasan olmamda. Do'longa, mo'ranga bağlavasan demekçi. Baran mörenge bağlavasan olmamdı depdi. O ridayanı mörenge koyuvasan demekçi de. Bir yerde hem de taşın aslı koyuvasan möreng ağrımaydı, teren ağrımaydı demekçi. Ne olan ravi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kiyimni yiyişip onu şu mörsüge koyuvaldı da. Koyuvalgan derhal Peygamberimiz hoşudun ketdi. Bunundaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç qanday bir yalang'och ko'rilmagan deydi. Demek bu hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki şu meyli İslamiyet'ten burun olsun, meyli İslamiyet'ten keyin. Yani bundan ele bitqa vaqtda meyli Peygamberimiz peygamberlik risaletini topshirishdan burun ve topshirgandan keyin mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu xatoliklardan xoli edi degan bo'ldi. Yani Allah subhanahu ve taala davomli Rasulullohni qo'g'dab turadi degan bo'ldi. Bu yerdagi nuqta hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu 35 yaş peygamberlik kelmagan vaqtidagi holatini dalil sifatida qabul qilyapti. Bundan maqsad yalang'ochlanish durust emas demakchi. Avratni yepish cho'qim bu yerda farz deganlik bildirdi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.